Shu biznes olamidan yana bir shoshilinch tezkor xabar. Jahongir Otajonovning singlisi E'tibor Otajonova Yulduz Usmonova haqida nimalar dedi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Xonanda Jahongir Otajonovning singlisi yosh va iste'dodli xonanda E'tibor Otajonova Mening yurtim telekanalining omon ko'rsatuvi mehmoni bo'ldim. Dastur davomida xonanda san'atga kirishida kimlar qarshi bo'lgani hamda akasi zamonaviy va kreativ taxallus tanlab bergani haqida so'zlab berdi. Agar san'atkor bo'lsang, eng zo'ri bo'lasan. Hozirgi paytga kelib qizlarning musiqa maktablarida tahsil olishi va san'atkor bo'lishiga normal ko'z bilan qaralyapti, qo'llab-quvvatlanyapti. Sulolamizda ijod bo'yicha ko'proq o'g'il bolalarga kichikligidan e'tibor berilgan. Shuning uchun ham avlodimda erkak xonandalar ko'proq. Qizlar o'zlari bosh ko'tarib san'atkor bo'lishni bildirganlari bor. Ulardan bittasi menman, deydi xonanda. Boshida san'atkor bo'lishga xohishim bo'lmagan. Albatta, uyda turk xonandalarining taronalari, kliplari va ijrolariga qiziqib o'zim qo'shiqlar kuylab yurardim. So'ng akam ovozimni eshitib qolgan va agar men san'atkor bo'lsam, eng zo'ri bo'lishimni aytgan. Mana shu birgina gap hayotimni o'zgartirib yuborgan. Ishonch odamga katta motivatsiya berar ekan, deydi konservatoriyaning maqom yo'nalishida o'qishni tamomlagan E'tibor Otajonova. Jahongir Otajonov menga raketa deb taxallus qo'ygan. San'atni boshlashimda birinchi qo'llab-quvvatlagan inson akam Jahongir Otajonov bo'lgan. Dadam aksincha qarshi bo'lgan. Qarorim jiddiyligini bilganidan keyin dadam bunga ko'nganlar. Ammo bu yo'nalishning qiyinligini aytib, akam qarshi bo'la boshlagan. Shu tarzda qiyinchiliklar bilan ikkalalarini ham bunga ko'ndirganman. Jahongir Otajonov kreativlikni yaxshi ko'radi. Keyinchalik akamning o'zi san'atda o'z o'rniga ega bo'lsin, ijodi uchsin, Yulduz Usmonovadan da zo'r san'atkor bo'lsin deb menga raketa taxallusini qo'ygan. Mana shunday yaxshi niyat bilan ijod qilyapman. Hozirgi kunda barcha yaqinlarim san'atimni qo'llab-quvvatlaydi, deydi u. Bizning oilada hamma yosh boladik. Oilamizdagi farzandlarning yosh bolaligi tark etmagan. Hamma yosh boladik haligacha. Kommentlarda biz katta bo'ldik, sizlar hali ham yosh bo'lasizlar degan yozuvlarga ko'zim tushadi. Insonning bolaligi yo'qoldimi, u o'lgan hisoblanadi. Har bir insonning ichida bolaligi yashashi kerak va ichimizdagi shu bolachani har doim xursand qilib turishimiz kerak. Har bir daqiqadan lazzatlanib yashashimiz kerak. Ayniqsa oila davrasida birgalikda nonushtalar tashkil qilib birgalikda taomlanishga hech narsa yetmaydi, deydi E'tibor Otajonova.